Алдыңғы saatda biz tutash yig'iz to'g'riliq to'xtalgan. Endi biz bu tutash yig'izni qanday ishlatamiz? Bu to'g'riliq azroq to'xtalsak, yeni o'zimiz yasagan detal qanday ulaymiz? Arduino bilan detalni andan keyin va telefon applarni qanday ulaymiz? Bu to'g'riliq azroq to'xtalsak. Yeni avval biz mana bu Visual Studio'da oddiy bir program tuzab, shu Arduino bilan ikkisini bir ulab boqaylik. Ben Visual Studio'da hazır ben VBNet program tilinden faydalanıp durup bir közneklik bir program kurdum, project kurdum. Ondan keyin biz bu kompüterniki com yig'izi bilan aloqa qilishimiz kerak. Ya'ni com yig'izi bilan aloqa qilgandek anandagi kompüterniki com yig'izi, ya'ni biz deyotgan ya'ni shu Arduino to'ngan com yig'iziga biz bevosita buyruq yozish uchun shu VBNet'niki ya'ni Visual Studio'dan ayrı bir kontrol bor. Ya'ni serial port deb biz kontrol orqali shu yig'izga bevosita buyruq bera olamiz. Anki mosh kontrol qilib bergan barliq buyruqlar mosh yig'izdan chiqadi. Bevosita holda biz chatgan uskuniga boradi. Ya'ni bu yig'izni tanlash uchun ya'ni ismdan foydalanamiz, com5 degan ismdan. Yani knopkadan birine kirgan bo'lsak, ya'ni serial port. Yani maniki xasliqlarni tanishamiz. Yani bu serial portninki bu ismi 9600 deganimiz sukutdagi ya'ni chastotasini ifodalaydi. Yani port name deganimiz biz aloqa qilmoqchi bo'lgan port yig'izini ifodalaydi. Yani bu string tiplik. Şu hozir biz bu yerga com5 deb yozib qo'ysak bo'ldi. Qog'ozga o'zgartirish yozmaymiz. Endi biz serial portni ochamiz. Açqandan keyin bir diqqat qiladigan yerimiz bor. Yani bir port yig'izini faqat bir uskin ochalaydi, ya'ni bir tal detal ochalaydi. Bir qitim ochilgan narsani boshqa detallar yoki bo'lmasa mosh detalni o'zi ya'ni qayta ochiq bo'lmaydi. Avval bu yig'izni bir etib etgandagi andan keyin boshqa detallar ochalaydi, ishlatalaydi. Faqat birdan bir mosh bir yig'izni egallay oladi. Shu avval detalning ya'ni shu yig'izni ochdik. Andan keyin ochgandan keyin bu yig'izga biz yo'l yalaymiz. Her xil harflarni, harf tizig'ini yo'llasak bo'ldi buningga. Hozir bu yo'llash bo'ldi. Shu VBNet ishlatib boqqanlar bo'lsa, shuningki xosliqlarni ko'rib, menimcha o'rganib ketalay deb qarayman. Andan keyin maxsus shu com yig'izi uchun men bir funksiya ambir tuzab qo'ygan. Sizlar eng tez suratda shu funksiya ambirdan foydalanib turib, ya'ni shu yig'iz bilan bevosita aloqa qila olasizlar degan. Ya'ni buningki yani biz ko'znakka serial akirmay turibma. Yani com deb bisibla shu tipning ichidagi nurg'un funksiyalarni ishlasak bo'ldi. Yani avval ochamiz.
Açqandan keyin 9600 deb belgilaymiz. Mana bu birinchisi portning ismi ekan. Ya'ni COM5. Andan keyin necha yertasiz 9600. Sukut kalatkisi 9600. Agar zarur bo'lmagan holatda 9600 yozmasak bo'ldi. Sukut holatda odatda 9600 deb ishlatiladi. Uningda boshqa chastotalarim bor buning. COM5 ni echib mana bu ko'zni qo'zg'algan vaqtida ochsin-da buni. Undan keyin buni yo'llash deyli. Yine com cheket yo'llash yo'llash deb san yo'llasak mı buldu? Yo'qsa bana ish qilyapti ba, ya'ni string tipini yo'lg'il buldu. Ini tipini yo'lg'il buldu. Ya'ni degandek har xil sonlarni yo'llalaymiz. Harflarni sonlarni yo'llalaymiz. Sonni yo'llash uchun bevosita yasak bo'ldi bunga. Ondan mush kompyuterdagi mana bu com eg'iz yana nechta com eg'iz bor, buni chiqarmoqchi bo'lsak, combo boxni buni kirdik. Andan keyin maktab combo box bölümünün köstübə şəkil bo'ldi. Shu combo boxning o'ziga barliq tizimni chiqaradi. Andan keyin eg'izni ochamiz. Yani tanlangan yeni com deb ochamiz. Combo box birininki teksti deb shu tanlangan tekstni açsak bo'ldi. Taqash bo'lgan bo'lsa, kompyuterninki taqash. Yo'llash bo'lgan bo'lsa, mana son harf yo'llasak bo'ldi bunda. Endi biz bu sonni bir yo'llab ko'rib baqsak, ya'ni bu com eg'izi, ya'ni mana shu kompyuterdagi com eg'izini ma'lumotlarga qo'sha oladigan bir detal bor, virtual serial port deb. Biz bunga ma'lumotlarda ikki tal portni qatalaymiz, o'zaro bog'liq holatda. Men hozir com1, com2 deb ikkini qatqa bo'ldim. Qatqandagi ikki tal com eg'izi qo'shildi. Endi men bu yerda detalni qo'zg'atdim. Ya'ni bunda men buni com1 ochdim. Andan keyin men mana detalga com2 ni tanlab turib ochqizay. Ya'ni com2 ni tanlab turib ochdik. Andan keyin yo'llash qilib boqay. Qarasam boyam belgilangan harf mayga chiqdi. Mayda yo'llangan son 128 ni ishib kesmaydi. Yani mayda com1 ni ochdi, shuning mayda xatolik chiqdi bunda.
hozir mana mana yo'llash o'ngishli bo'ldi. Hozir biz yo'llaganni ma'noning aytib baqayla detalımızga. Edishninki bosqichi sal murakkab bo'lg'achqa o'zininki serial portni ishlatgan vaqtimizda ma'ninki yozadigan kodlar sal murakkab bo'lg'achqa men kum tipliq bu leykun ichiga ayrim bir funksiya qatvatgan. Ya'ni biz ayrim bir text boxdan birini qatamiz bu yerga. Text boxdan birini qatamiz. Andan keyin yana bu qo'zg'algan vaqtida buni tashlaymiz. Com deb o'qish deb men text box birninki teksti deb belgilayapman. Belgilayotgandan keyin text box bir level belgilasam bo'ladimi? Shu text boxniki text xoslik o'qiydi o'zi avtomatikla. Ya'ni kelgan uchun maya chiqadi. Endi biz kelgan uchurni qanday o'qimiz deyaptida, ya'ni shu text boxniki change o'zgarish xosligi, textning o'zgarish xosligiga ya'ni kod yazsak bo'ldi. Ya'ni text box birninki text deb yazsak bo'ldi. Yine men yo'llagan vaqtimda ASD deb yo'lladim. Açmadık ya mani. Açmagandan keyin bo'lmaydi degan gap. Demak, men keldi ya mana. Ma ikki kom eg'izini o'zaro ulasha. Anki detalni ishlatgan vaqtimizda alaydigan qilamiz. Ya'ni men ishlatmagan amal bor buni bunda uloqalat qo'ymaymiz. Bo'lmasa USB eg'izdan chatgan vaqtlarida o'zaro to'qinishlar ahvollar yuz beradi. Shunga vaqtida ishlatib, vaqtida o'chirib buni. Ya'ni mayada bir asos hukm bor. Ya'ni biz kom eg'iz dedik. Qanday eg'iz, qanday qo'llanamiz, URL degan qanday o'lcham, ya'ni ishlatgan vaqtimizda ya'ni nimalarni qilamiz degan bir ishlar bor. Biz buni ishlatgan vaqtimizda ya'ni kompyuterning keynida bunda bir eg'iz bor. Mana bu GSM'ning ma eg'iziga o'xshaydigan bir 8 putliq bir eg'iz bor. 9 put da mana. Mana 5 put, mana 4 put bor. Ya'ni bu putlarninki har birisining nomeri bor. Biz odatda ishlatgan vaqtimizda mana shu kom eg'izga maxsus bir sim bor, ishlatilgan. Bu simni biz chatgandan keyin device kompyuterning eg'iziga chatamiz. Andan keyin odatdagi mana bu bir ya'ni xotir kompyuterlar bundaq eg'iz bo'lmaydi. Shunga bu kompyuterga qanday qilamiz deganda, ya'ni ayrim bir sim bor, ya'ni USB ni komga o'zgartiradigan ayrim bir jo'nxanchi deydi, ayrim bir sim bor. Ya'ni kompyuterga manchatgan vaqtimizda mana xil 9 putli eg'izga almashtirilgan ayrim bir jo'nxanchisi bor mana. Andan keyin mana jo'nxanchini videosalda mana kompyuter chasak bo'ldi, mana eg'izni mana u GSMning mana eg'iziga chasak bo'ldi. Ma o'lchamni USB almashtirish uchun orasida ayrim bir o'zgartgich bor. Andan keyin ma kom eg'izni endi biz UART o'lchamiga ya'ni ma bu bir o'lchama. Ya'ni bu o'lcham odatda ya'ni ma Arduino'ninki ikkital TX RX puti deb
ikki tal put qo'llaydigan signalning tipi deb tushunsak bo'ldi. Endi ma ikki tal simni qanday qilib yani ma'ni almashtiramiz degan vaqtida yani buningki faqat ikki tal simni ishlatamiz odatda. İki tal simni ishlatamiz. İkinci put bilan üçüncü putni. Andan keyin buni bevosita yetish bo'lmaydi. Yani arsida R sen R almashtirg'ich bor. Ma almashtirg'ichni o'tgandan keyin andan keyin ma bu TTL damping deymiz, 0101 degan. Ma xil o'lchamga almashida, ya'ni ma'ni bevosita ma'ni chatmaymiz. Ya'ni buning arsida o'sha xildagi bir o'zgartgich, ya'ni almashtirg'ich bilaklar bor. Ya'ni ma'ni bevosita yetib, andan keyin ma'ni ishlatga bo'ladigan ayrim bir o'zgartgichlar bor. Andan keyin buni o'zgartib ishlatamiz odatda ishlatgan vaqtimizda. Andan keyin ma'ni ishlatgan vaqtimizda biz hozir ikki tal biji bir kompyuterni o'zaro chatmoqchi. Unda qanday chatimiz degan vaqtda masimdan yana bir tayyor qilamiz. Masimdan ikkisi bor vaqtida ma ig'izni biz kompyuter bir nomerlik kompyuter chatimiz. Ma ig'izni. Ma'ni ikkinchi kompyuter ig'iz chatgan bo'lsak, USB bo'lsa, andan keyin buning almashtirish ig'izi bu yerda 8 tal puti bor. Mana o'zgartgichga aylantirgandan keyin andan keyin mayskasini ulash uchun qanday ulaymiz degan vaqtida, ya'ni mayadagi 2 nomerlik puti bilan mayaning 3 nomerlik putini, mayaning 3 nomerlik puti bilan mayaning 2 nomerlik putini o'zaro ulaymiz. Ya'ni bayatın degandek TX bilan RX ni, RX bilan TX ni ulgan bilan barobar. Andan keyin GND ism bor o'zining. Anda GND ismini o'zaro ulaymiz. 3 sim bo'ldi odatda. O'zaro ulgandan keyin andan keyin biz bir tal program tuzab komyozga uchirilgan bo'lsak, ma ig'iz turib yana bir kompyuterni qubul qolaymiz degan gap. Demak, men ikki kompyuterni komyog'iz bilan uldirdik degan gap. Hozir biz bu to'rtko'l chiroq modulini bir programma orqali bir amalga oshirib boqaylik. Yani to'rtko'l chiroq matrab 3 tal, matrab 3 tal, matrab 3 tal, matrab 3 tal degandek bunda bo'ldi. Ya'ni matrab bilan matrab o'zaro birdek bo'ldi. Yani matrab qizil yonganda matrab cho'qim qizil yonadi. Matrab yeşil yongan vaqtida matrab cho'qim yeşil yonadi degandek. Yani avval biz buni qilgan vaqtimizda avval bir tarafni qilib boqaylik, bir tarafni. Avval qizil chiroq yonsin, andan keyin yeşil chiroq yonsin. Yeşil chiroq 3 sekund tursin, andan keyin sariq chiroq 2 sekund tursin. 2 sekund yenib o'chib degandek 2 sekund tursin. Andan keyin yana qizil chiroq yonadi andan keyin. Taxminan shunday bekitib olaylik. Andan keyin biz buni programmasini bir tuzab boqaylik. Yani bunun da mat chiroqlarni 3 tal chiroqni bir putini 0 1 2 3 put chataylik. Andan keyin mavuni G-ni chataylik. Andan keyin biz buni stop tanshab boqaylik. Pin mode deb 0 putini output bo'ldi. Pin mode birinchi puti keyin o'xshashlar output. Bir, 2, 3 bo'ldi. Hozir biz 3 butun tanshab bo'ldik.
init x deb x ga digit buningda o'qimaymiz, rost o'qimaymiz. Eng dastlabda qizil chiroq tekilaylik. Qizil chiroqni endi digital right deb yine mantarda qizil, yeşil, sariq deylik. Birinchi putiga Gaussian ping beraylik. Yani dastlabki sukutlik holatda ikki 3 putlar hammasi low bo'lsin. Birinchi chiroq yonsin, qag'ay ikki chiroq o'chiq bo'lsin. Andan keyin oraliqda cho'qim yenib turishi 5 sekund davom etishi kerak. Bu chog'da biz yana shu Arduino o'z ta'minlagan delay funksiyasini foydalanamiz. Ya'ni delayni ishlatgan vaqtimizda biz 1000 deb yozgan bo'lsak, har birisi 1 millisekunddan 1000 millisekund deganimiz 1 sekund deb mayda 1 sekund saqlagan bo'ladi. Hozir bu yerdagi 5 sekund shuningga biz 5 deb o'zgartiramiz. 5000 millisekund deganimiz 5 sekund. 5 sekund saqlaydi. Ya'ni demakki loop ma'lum ijro qilib bo'lgandan keyin 5 sekund mashada quruq aylanib davrini mashada turadi. 5 sekund degan ya'ni asl kod ijro bo'ldi deganlik bo'ldi. Yani ondan keyin ikkinchi chiroq yanada mana. Ondan keyin mayda üst kod saqlaydi. Ondan keyin sariq chiroq lapildaydi mayda. Yani biz bunu qilish uchun avval ikki chiroq 3 qilish kerak. Ondan keyin biz 3-chi chiroq yondiramiz. Avval 3 bo'lgandan keyin yonadi. Ondan keyin 2 sekund saqlaydi. Lekin mayda sariq chiroqniki lapillaydigan bir holati bor. Yani lapildash necha qitim lapillaydi? Yani mayda 200 millisekunddan 10 qitim qilsak, andan keyin 2 sekund bo'ldi. Hozir biz yani 400 sekunddan 400 millisekunddan 5 qitim qilsak, lekin 2 sekund to'xtaydi ekan. Shunga mayda biz 400 millisekund saqladik. Andan keyin bu chiroqni o'chiramiz. Andan keyin bunu yandırdık. Andan keyin hazır 400 bo'ldi ya. Yandı, üçtü, yandı, üçtü, yandı. Böyle 3 diye bulup 5 qitim ishlatdik ham, 5 qitim ishlatgan 2 sekund to'xtadi. Andan keyin 1 yandı, 2 yandı, 3 qitim yelib andan keyin o'chdi ekan. Bu holatda ijro qilgan vaqtimizda chiroqning yeni tartiblar o'zaro almashgan bo'ldi. Andan keyin biz tarafni qilgan vaqtimizda ya'ni o'zaro moslashtirib qo'yamiz buningga.
o'zaro moslashtirib qo'yamiz. Ya'ni qizil chiroq yongan vaqtida yeşil chiroq yonadi degandek udul-mudul moslashtirib anandagi kodlarni o'zaro qistirib olsaklar, 4 kod chiroqning kodlari bitgan bo'ldi.